Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz faxrlik yozuvchimiz Xalida Isroil yozgan Oltinkash romanini o'qishni davomlashtiryapmiz. Biz oldin qismda Kerem orqali turmadagi Arif akani tunib o'tdik. Ham Arif aka orqali Keremning she'r yozish usulida bo'sishlar bo'lganliklarini o'qib o'tdik. Endi davomini o'qiymiz. Bu yerda fikrdosh, qalbdosh, savodoshlarimning bo'lishimi men uchun zo'r tasalli. Baxtsizlik ichidagi baxt edi. Xilil o'lib ketgandan keyin qolgan uchimiz bir-birimizga hamdam bo'lib o'tdik. Keyin ular boshqa atrofga bo'linib ketib, men yana bir sinfda, bir maktabda o'qigan qozoq savodoshlarim bilan billa bo'ldim. Ularning biri ayni yillarda qaynoq she'rlari, bilimi, fikrining o'tkirligi bilan maktab bo'yicha hammaga tunilgan, keyin qozoq xalqining atoqli shoiri bo'lib qolgan Jarqin edi. Onun bilan ikkimiz she'r haqida va ichki tashqi vaziyat, siyosat o'zgarishlari, turmadan chiqqandan keyin qilmoqchi bo'lgan ishlarimiz, yozmoqchi bo'lgan asarlarimiz haqida ko'p paranglashdik. Doim bir-birimizni ilhomlantirib turatdik. To'kanmu mening yaqin do'stim ham sirdishim edi. U egiz bo'y, tambal, mijazi chus, ammo nihoyat mard, oq ko'ngil yigit bo'lib, ikkimiz doim billa yuratdik. U menga G'uljidagi ota-ona qarindoshlarining parangini qilib beradi. Yozda yayloq turmushning naqadar go'zalligini to'la ta'riflaydi ham shundoq mazmundagi she'rlarni yozadi. Menmo uningga yurtim, ota-onam, balalik vaqtlarim to'g'risida so'zlab berdim. Yozgan she'rlarini ko'rsatdim. Men to'laroq amgak vazifamni o'rindab bo'lolmay, hammaning keyinda qolatdim va bu tufayli izoh-ahanat anglagandan boshqa yana jazolandim. Töken meni jazolanishni saqlab qilish uchun doim o'zining vazifasini o'rinlab bo'lib, menga ishlash beradi. Bir yil qishda bo'z yer tarafda o'stang chapdiq. Shu kunlarda uda bir necha hafta qattiq sovuq bo'lib uzilmay qor yig'ib, jondan o'tkidek shivirg'an chiqib turdi. Yer qattiq to'nlab ketganlikdan ketman gurjaklar emas, jo'tumu qarg'i kelmaydi. To'g'riroq, yulg'un shoxlarni yig'ib o't yaqqan bo'lsaqmi, ko'p foydasi bo'lmagan edi. Shu qitimqi əmgəkdə Tökənning man qilgan yardımı zodi esimdən chiqmaydi. Agar u bo'lmagan bo'lsa, men ashu qora qishda sovuq, harg'inlik va oshiqdan o'lib qolgan bo'lardim. Yozda Tökən bir mezgil hammamizdan o'zini qochirib, o'ychan bo'lib yurdi. Dam olgan vaqtlarda u yiroq bir yerda o'zi yolg'iz o'ltirib, yog'och bilan to'polon yerga bir nimalarni jijilaydi. Arif akamiz bir qitim uni ko'rsatib, "Mushu bolada bir gap bor. Birer ahmoqlik qilib qo'yimiz bo'ladi" degaydi. Shu chaqda men uning gapiga ancha chimpitib ketmagan ekanman. Uzun o'tmay uning farizi rost bo'lib chiqdi. Bir kuni Tökenning suv tutqili chiqqan yerdan qochib ketgani ma'lum bo'ldi. Saqchi kadrlar bir necha kun patparaq bo'lishib yurdi. Hammamizni bir-birlab so'roq qilib, uning ishlarini bildigan bilmaydiganligimizni surishtirdi. Ammo u hech kimga bir narsa demagaydi. Biz uni qechib qutuldi bo'lg'ay deb yurgan kunlarda saqchilar uni tutib ilib keldi. Uning holi nihoyat og'ir edi. U bir necha kun turma doktorxonasida yetib, keyin kamerga yenib chiqdi. Bu jarayonda men uning holidan kuchimning yetishicha xabar oldim. U menga o'zining qochgandan keyin tutilib qilishidan qo'rqib, 3 kungacha sassiqda yushinib yotganligini, qursiqi assa qush tuxumlarini yeb, usig'anda sassiqning zay suyini ishganligini, kechalari g'alita ovozda sayraydigan uchar qushlarning ovozidan qandoq qo'rqqanligini, yova to'ng'izdan qandoq qechib qutulganligini deb bergaydi. Uning aytishicha, uni shu atrofda mol boqilgan mahbuslar ma'lum qilib qo'yibdi. Saqchilar yetib kelganda u uxlab qolgan ekan. O'yg'oq bo'lgan bo'lsa, hargizmi tirik qo'lga tushmaydi ekan. Töken ko'zga bormayla o'lib qoldi. Ashu qovul, g'ayratlik bir yigit ana shundoq o'lib ketdi. Men uni bugungi kunda doim eslab turman. Ba'zida tushlarimga kirib qoladi. Tushimda uni xushal, rang-ro'yi uchuq, kiyim-kechaklari pokiz holatda ko'rsam, xushal bo'lib ketaman. G'amkin, dili sunuq, vayrona holatda ko'rsam, bir necha kungacha yuragim etishidi. Namozlarimda uningga atab uzoqdan uzoq duo qilaman. O'tgan kunlarimni o'ylasam, o'zimni qaytirib bo'lg'usiz qarzdordek his qiladiganim, hasrat, nadomat o'tida seg'inib eslaydiganim yanala dadam bilan onamdir.
Мен ularning baqqan ajrini qaytarolmayla qalmasdin, ularni ko'tirib qo'pqisiz dard, alam, baxtsizlikka duchor qildim. Mende zo'r umid kutadigan dadam, men gazetlarda tanqid qilinishga boshlaganda Urumchiga berib, Sarning changiliga tushgan cho'ychisining atrofida cho'gilgan qushdek atrofimda cho'gilab yurgan edi. Ular meni nazorat ostiga ilishdan burun ikkimiz bir qitimla ko'rishgan. Shu chaqda u ko'zimga biroqla qiyirib ketgandek ko'ringan edi. U yashang'irab turgan ko'zlari bilan menga qarab, un-tinsiz o'ltirib ketgan. Uning ko'zlaridagi tasvirligisiz tuyg'uga, gaz bog'lagan lavlariga qarab, men ich og'irtish degan bir xil chidug'siz vahima va g'am andishining bir odamning butkul vujudini qoplab, ich bag'rini o'tday kuydirgandek dog'lab, yondirishi ekanligini his qilgan. Keyin dadam necha qitim keldi, ammo ular bizni ko'rishtirmadi. Dadam qaytib ketib, men rasmiy qo'lga ilingandan keyin yana keldi. Shu chaqda u menga uydagilarning, onamning salomini yetkazib, "Balam, silti xiyosh, o'zlarini tashlab etmisizlar. Bu kunlarim o'tib ketidi" degan edi. Keyin xabar tepishimcha, u Urumchidagi qonun sohasida ishlaydigan yiroq bir tuqqanining yordami bilan mening texi 18 yoshga to'shmaganligimni asos qilib, qonun o'rinlariga va yuqori rahbarlikka ko'p qitim arz qilibdi. Uning arzini anglaydigan odam chiqmabdi. Urumchi turmisida yotgan 4 yilda dadam har yili degudek meni yo'qlab turdi. Onammu bir qitim meni ko'rgil keldi. Ular oxir qitim kelganda turmadikilar, "Bu yerda undaq odam yo'q" debdi. Mening shaharga yo'tkilib ketganimni aytib bermabdi. Jamiyatda meni o'lib ketibdi degan gap tarqalganligi uchun ota-onam ishinib qilib qattiq hasrat chekibdi. Baxtim yarasha dadamning tuqqini ichki qismdan mening shayardagi emgak bilan o'zgartish maydonida ishkanligimni aniqlab, ularga mening hayot ishkanligimni, shayardagi emgak bilan o'zgartish maydonida turayotganligimni, lekin 10-20 yilsiz turmadan chiqolmaydiganligimni yetkazibdi. Cheksiz musibat qayg'usida turayotgan otam-onam o'lib ketgan o'g'li qayta tirilgandek xushal bo'lib, 10-20 yilmi o'tib ketidi, o'lmasak hamon bir kuni jam bo'lamiz deb yig'lashibdi. Dadam meni o'z ko'zi bilan ko'rish uchun shayarga beribdi. Ammo shayardagi emgak bilan o'zgartish maydoniga qaratib yozilgan tunishtirishi bo'lmaganligi uchun men bilan ko'rishishga amalsiz qapti. Birər həftəgəcə türmənin sırtidagi süt qıtıq, tuxum satılğan kişilərinin yanında o'ltirib, ətdegəndə tizilib əmgəkə mangdigan, kəşdə yana tizilib qaytıb kelib, çoğun darvazdan kirib ketadigan məhbuslarga qarab o'ltiribdi. Məhbuslar bək jiq bo'lganlikdan ko'zlari imir-chimir bo'lib meni ko'ralmabdi. Oxiri shu yerdagi bir qeyri xotinning yordami bilan tuxum olg'ili chiqqan məhbuslardan meni surishtirib, meni tuniydigan birsiga dadamning kelganligini aytib beribdi. U mahbus maydonda tizilib turgan vaqtimda yenimdan o'tib ketib, "Dadang kepti, cho'ng darvoza sirtida" deb qo'yib o'tib ketdi. Shu kuni ishqa ketib, darvoza oldidagi yo'l bo'yida turgan dadamni ko'rdim. Ammo oldidan un-tinsiz o'tib ketdim. Dadamning xiralashgan ko'zlari meni ko'rmadi. Ishdan tushganda jarqindan bir yuan o'tni ilib, nazoratchilardan ruxsat so'rab qitiq olg'ili chiqdim. Dadam meni ko'rib, darhol qitiqchi xotinning yoniga keldi. İkimiz onun yanında o'ltirib bir necha minut paranglashdik. Men uningga: "Dada, onamga, ufqlarimga mendan salom aytdilar. Men sizlarni bek sig'indim. Hammanglar xotirjam bo'linglar. Hozirgi ahvolim ilgarigidan ko'p yaxshi" dedim. Dadam: "Ko'rdim balam, ko'rdim" degenicha yig'lab gapini davomlashtira olmay qoldi. Mening aldirayotganligimni sezib, darhol qitiqchi xotinga 20 yuan berdi. Uni qitiqchi xotin menga berdi. Dadam bilan ko'zlarim orqali xo'shishib, keynimga qaytdim. Darvozadan kirib ketib, keynimga qarasam, oddiy kiyingan, o'ruqligidan bo'yni inchiklab, bug'diga po'ltiyib chiqqan dadam bo'ynini so'zg'inicha men tarafga telmirib qarab turibdi. Shu qitim dadam bilan quchoqlashib ko'risholmagan, jafokash qo'llarini tutolmagan bo'lsammi, uni ko'rib olganligimdan xushal bo'lib yurdim. Kechalari qop-qorong'u to'g'risi qarab yotgan chog'larimda bu xushallik chidug'siz hasrat va gunohkorlik tuyg'usiga aylanib meni azoblaydi. Men ularni vayron ham sarson qilgan edim. Ular mening dardimda har kuni do'zax azobini tortadi. Yigini yegan, ishkini ishgan bo'lmaydi. Turqidan dardmanlik, ko'ngli yerimliq chiqib turadi.
Mendek bir o'g'ilni cho'ng qilg'an uchun hech kim ularga hesdashlik qilmaydi. Ularni bu qara kunlarga men duchor qilgan edim. Men shu yillari yoz kunlarining birida Arif aka bilan ikkimiz qishicha zardarlik bilan chapqan o'stangning to'g'an to'smalarini o'ngshashga avatildik. Qishda to'nglab turgan Simonut havoning isishi bilanla erib, o'lishga boshlagan. Vaqt o'tgancha to'g'an to'smalarning ba'zi yerlari buzilib ketgan edi. Arif aka bu yerda bundaq ishlarning ustasi ekan. Ikkimiz o'stang bo'yida bir necha kun ishladik. İşimizni tugatgan kuni narsa keraklarimizni boldiroq yig'ishtirib, baliq tutayotganlarning yiniga bordik. Daryo bo'yida maxsus baliqchilik qilgan mahbuslar bo'lib, ular baliq tutganda cho'ng baliqlar bilan birga to'rga chiqib qolgan ushoq baliqlarni suvga qaytirib to'kitadi yoki o'zlari ilib qoladi. Ba'zida bundaq belijonlardan bizga nesibat tegib qoladi. Belijonlarning ich qornini tuzlab quritib olsak, bir mazgil ochliqqa dalda bo'ladi. Biz bir xalta tuz ham bir kichik pichoq ilib olgan edik. Bu Arif akaning bir qancha parcha nefis tumirni bilib, bir tarafga qo'zaq o'rab, yasab olgan pichig'i bo'lib, bak itik edi. U bu pichig'ini hech kimga ko'rsatmay saqlaydi. Biz borganda biliqchilarning hammasi qiyiqlarga chiqib olib, daryoning o'tirsida to'r yig'ib. Biz to'rda piltanglab sakrishib, oxirgi nafsida hayotlik uchun tirkishayotgan kumush rangli biliqlarga bir pas qarab turdik. Biz xuddi ashu biliqlarga o'xshaydik. Darhol qo'rilmay tuz ichilib, oftobda quritilatdik. Qaysi kuni quritildig'imiz, kimning og'ziga kirdiganligimizni bilmaydik. Beliqchilar Arif akani ko'rib to'liq xo'shal bo'lishib ketdi. Cho'ngroq bir nechisi yiroqdan salom qilishdi. Yoshroqlari yugurib kelib salomlashdi. Biz chandurmay ularga xaltini berib qo'ydik. Bir pasdan keyin ular ishlarini tugatib oldimizga keldi. Ular Arif akani nihoyat cho'ng bilib hurmatlashadi. Uning gaplarini chin ko'ngildan qoyil bo'lib anglaydi. Gap oralig'ida yosh mahbuslardan bir nechisi Toshkent radiosida shoirning o'limi nomli bir o'chirik anglayotganligini, uningda yezilg'uchining ismi va ishlari dal menga o'xshaydiganligini aytdi. Yoshda cho'ngroq soqolliq bir mahbus. "Ma shu jo'nji deganimi eski nimlarkan? Sopsaq odam o'ldi deb radioda so'zlab yurganini ko'rmamdigan. Pat-pat kep tursla ufkam, biliqni jiqroq yeb turmadan chiqqanda o'zlarini bir ko'rsatib qo'ysala, u shu jo'njilarga" deb hammamizni kuldirib o'tgan edi. Arif aka ikkimiz ular bilan xo'shishib, xaltin ilib qaytib ketdik. Keyin turmaga yangi kirganlardanmi jamiyatda mening o'lib ketganligim to'g'risida xabar tarqalib ketganligini angladim. Shu gaplarning ta'sirida men bir necha parcha she'r yozdim. Ularning birida mundaq yozgan edim. Men o'lmadim, ko'zlarim uchuq. Tang cho'lpuni bo'lmas hazdar. Bo'g'ishlangan qonitim sunuq. Bor men o'zim biroq yarador. Ömrü uzun buludu deptu. Öldü dese hayat kişini. Qo'shilganda ömrümge ömür. Niçün men yey ölüm g'imini. Qayg'urmanglar, xushal bulunglar. Ko'rishimiz tang assa parlab. Visal kuni roziman o'lsam. Bilinglarni qisib quchoqlab. Men bu she'rimni va boshqa bir qism she'rimni dadam keyingi qitim yo'qlab kelganida o'g'irliqcha uning yanchuqiga silib qo'ydim. Nazoratchimi ko'rmasga silib turdi. Bu she'rlarim ana shundoq saqlanib qolgan edi. Tilim chiqqan, xat tunigan, go'dak vaqtlarimdan tortibla qalbimga singib ketgan Tangritig'i, Tarim daryosi degan nomlar meni shuncha jalb qilib o'ziga intildiratdi. İnstitutda o'qiyotgan yillarimizda do'stlar bilan Tangri tog'lariga sayohat qilishni, ana daryo bo'ylariga berib suvlariga cho'milishni orzu qilishga edik. Mana endi Tarim daryosi yinimizdala o'rkashlab oqidi. Emga qilgan chog'larimizda ba'zida uni yiroqdan ko'rib maqolamiz, ammo endi biz mahbus edik. Uning bo'ylariga berib suvlarini qinib icholmaydik. Bag'riga o'zimizni tashlab harg'icha uzalmaydik. Shuning uchun men ko'nglimda bir kunlarda turmadan chiqsam, agar yoz kunlari bo'lib qolsa, oldi bilan Tarim daryosiga berib yalang'och bo'lib rosa cho'milib, ruhiy va jismimni pok tozalab, ondan yangi turmushga otlaman deb ahd qilgan edim.
Ammo afsuslandig'inim, mening qo'yilib berilgan vaqtim qattiq sovuq kunlarga to'g'ri keldi. U 1975-yili 31 dekabr edi. Shu yilning beshida bir qism jinoyatchining oldin qo'yilib berilganligi to'g'risida gap so'zlar paydo bo'lgan edi. Arif aka menga mushu Deng Xiaoping degan pakar odamni mayliga qo'yversa, cho'ng ishlarni qildigandek turdi. U huquq tutib bir yil bo'la bo'lmay taqilib qolgan oliy maktablarni ichivatdi. Mushu Deng Xiaoping degan pakar odamni mayliga qo'yversa, cho'ng ishlarni qildigandek turdi. U huquq tutib bir yil bo'la bo'lmay taqilib qolgan oliy maktablarni ichivatdi. Chet ellar bilan bo'lgan diplomatiyani rivojlantirdi. Anglashlarga qaraganda yana bir qism o'ngchini qo'yib yetarmish. Balkim shu qatorda sizning ishingizmi hal bo'lib qolar, dedi. Arif aka avliyodekli odam edi. Uning odam ishlarga baho bergan hukmlari doim to'g'ri chiqatdi. Ilm esimda, madaniyat zo'r inqilobi yangi boshlagan kunlarda Arif aka o'zi mushtari bo'lgan Shinjang gazetini etizga alg'ash baratdi. Dam ilishlarda gazetni ushsha xabarlargacha o'qib tahlil qilatdi. Bir kuni hiniq barsam, bosh betdagi suratga qarab o'ltirib ketibdi. U rais Mavzudongning Tiananmen raviqida qizil qo'g'dug'ishlarga mehribonlik bilan kulimsirab turgan. Muavin rais Limbiao rais Mavzudongga yuzinib turib, qo'ldagi Mavzudong so'zlaridan uzindini uning ko'ziga yaqin akilib olib bo'laltayotgan ko'rinish ekan. Mushu Limbiaoda bir gap bor, dedi u astag'ina, ittik atrab qarab etib. Qandoq deysiz aka? Qara uning turqiga, avu chiroydagi yolg'on kulkiga, haromzadlik qilayotganligi chiqib turmamdi. Tova, rost shundoqdek turdi. Shundoqdek emas, shundoq. Qarab tur. 5-6 yilga bormay, uningdan chatoq chiqidi. Uning gapidan badanimga titrak ulashgandek bo'lib ketgan edim. Oradan bir necha yil o'tib, Limbiaoning xotini va o'g'li bilan vatanga osiylik qilib chet elga qochganda, aeroplan qumliqqa tushib ketib, kuyib o'lganligini angladik. Keyingi amaliyot Arif akaning Deng Xiaoping to'g'risida aytganlarining to'g'riligini isbotladi. Shu yili 28-dekabrda men ishxonaga chaqirtildim. Hech qachon ochiq chiroyni ko'rib boqmagan bir rahbar yuz so'ngiga chaplashib turgan sarg'ush terisini kulimsirashga o'xshab ketgan bir holatga tortishtirganicha mening qo'yitilganligimni muddatdan burun qo'yib etilganligim uchun partiyaga rahmat aytishim va yaxshi o'zgarib qalpoqlarimizning ilib etilishini qo'lga keltirishim kerakligini aytdi. Durust. Texi mening beshimni besib turgan yo'g'on ikki qalpoq, ikki tog' bor edi. Ulardan aldirab qutulolmaydim. Shundoq bo'lsa-mu, men turma jazosidan, og'ir jismoniy emgak va kuchlik besimdan qutulatdim. Turmadan chiqib, yangi hayot maydonida bir mezgil sinoqda turatdim. Uningdan keyin oilamdagilarning kepikligi bilan oilamga qaytib, shu joyda nazorat ostida emgak bilan o'zgarishni davomlashtiratdim. Bu men uchun zo'r baxt edi. Kechicha hayajondan ko'zimga uyqu kelmadi. O'tgan kunlarimni, hayotimni bir qur xulosalab, buningdan keyingi hayotimni texmu qadrlash, ota-onamni xushal qilish, qo'limdan kelishicha ularning xizmatini qilishni o'yladim. Uningdan ortiq ishlarni o'ylashga erkim va haqqim yo'q edi. Әтсі Arif aka başlıq, yaqin yoruqlarım, ustozlarim va birodarlarim bilan quchoqlashib, ko'z yeshi qilishib, qo'shishib, yangi hayot maydonining suv omboriga berib o'rinlashdim. Bu kuni bu yerdagilarga yangi yil munosabati bilan kala paqalchoq tarqitilgan ekan. Bu yerdagi birodarlar meni kala paqalchoq bilan mehmon qildi. Men hech kimning nazoratisiz odamdek o'ltirib, yo'g'on leganda ilib kelingan issiq go'shtdan to'yg'icha yedim va bu kunni davomli xotirlab turish uchun har yili 28-dekabrda kala paqalchoq yeyishni odatga aylantirdim. Bir necha oydan keyin dadam meni ilib ketish uchun keldi. Ikkimiz birlikda munosabatli ishxonalarga kirib, rasmiyatlarni o'tab, bu yerdagi yaqin yo'riqlar bilan qo'shishib, oddiygina yuk taqamni ko'tarib, avtobus bekitiga bordik. Avtobusning meng'ishiga yana biror soatdek vaqt bor ekan. Yo'l bo'yidagi oshxonada avtobusni kutgach tomoq yeb o'ltirdik. Qachonlardandir dadamning qo'lida bir qapas paydo bo'lib qoldi. Qapasda bir qush vichirlab sayrab turdi. Ko'nglimda dadam qushqa havas qilib qolgan o'xshaydi dedim. Orada dadam qushqa don va suv berdi. Biz tomoqimizni yeb bo'lib duo qilib o'rnimizdan turganda dadam qapasni qo'liga ilib oldi.
U oshxona oldida to'xtab, qafasni ichib, qushni osmonga qo'yibdi. Qush vichir-vichir sayrab, qanot qiqib, teraklarning nerisida g'oyib bo'lguncha orqasidan qarab turgandan keyin qo'lidagi qafasni yerga etib sundirdi. Orqadan nimlarnidir deb duo qilib, "Mangayli balam" dedi. Dadamning bu ishi menga sirliq bilingan bo'lsa-mu, so'rashni afsus ko'rdim. Balki mushundaq bir odat bo'lsa kerak deb uning bilan tang duoga qo'l ko'tardim. Ammo bu ishning haqiqiy ma'nosini uyga borgandan keyin onamdan bildim. Dadam Qashqarning O'rda oldi ko'chasida do'kon ochadigan bo'lib, do'konimizdan yiroq bo'lmagan bir yerda turli qapas ham armaq qushlar sotadigan bir do'kon bor ekan. Qapas ichidagi qushlarning qanotlarini qapasning chiviqiga urib, ko'kka talpinib, mungluq sayrashlari doim dadamning ko'zidan yosh oqqizadi ekan. U mening hayot ekanligimni bilgandan keyin har juma kuni namozdan yinib, chiroyli qapasga so'langan qushdan birni setib olib, qushqa don ham suv beradigan, do'kon oldiga chiqib qapasni sundurib, qushni qo'yib etib, dunyodagi erkinlikdan ayrilgan o'g'illar uchun va o'z o'g'li uchun duo qildigan bo'pti. Va bu ishni toki men turmadan chiqqucha davomlashtiribdi. Onamdan bu gaplarni anglab ko'z ishimni to'xtatib ololmadim. Xiyollarim o'rkashlab Qashqarning O'rda oldi ko'chasida do'kon ochadigan oddiygina savdogar, mening dadam ko'z oldimda go'yo insoniy mehr muhabbat va adolatning g'oyat zo'r obidasi bo'lib gavdalandi. Shu kuni kechgacha xiyoldan bosh ko'tarolmadim. Dadamning qo'llarimni tutib, Sutuq Boraxon tezgirisini ko'chartkizayotgan, tanbih nasihat qilayotgan, har qitim Urumchiga mangdigan kunimda yerim kechida qopib, onamga osh etkizib, issiq-issiq ichib olsala balam, safar ustida issiq tomoq topmoqlari tas deyotgan. Arzni yiniga silib, kimlarningdir eshik oldida saqlayotgan. Turma eshigi oldida bo'ynini so'zib menga qarab turgan. Qiyofatlari ko'z oldimdan bir-birlab o'tdi. İxtiyorsiz qo'limga qalam elib, yonimda turgan jiyan qizimning topshiriq daftariga bir she'r yozdim. U qafasdagi o'g'il, qafasdagi qush va dada haqidagi she'r edi. Afsuski, ajr bilan o'tgan dadam bilan onam ajr mevasini ko'rolmay olamdan o'tdi. Men har qitim bir yaxshilikdan dilim suyingan, navrlarim dunyoga kelgan, yangi kitoblarim nashrdan chiqqan chaqlarda dadam bilan onamni esladim. Xiyolimda ular bilan so'zlashib, ruhiga atab duo qildim. Men ularning oldida mangu qarzdorman. Yurtimga qaytib kelibla tunji qilgan ishim oilam turishliq aholilar komitetiga berib, o'zimni ma'lum qilish bo'ldi. Shu kunila men texi rasmiy qo'yib berilmaganligini sezdim. Turmada biz ko'pchilik edik, hammamiz barobar edik. Ammo turma sirtidagi mutlaq ko'p sonliq erkin kishining nazarida bo'lsa, biz normal odam hisoblanmaydik. Jinoyatchi unsur deganga normal odamdek muomala qilinmasligi kerak edi. Kemsitilish, til ahonat, dushkanlashlar jon-jinimdan o'tib ketadi. Ammo erkin ozoda mingib yurish, ota-onang, urug' tuqqanlarining yonida yashash uchun bunchalik xo'rinishlarga chidamay amoling yo'q. Men bir mezgil davolandim. Kerambog'dagi yo'g'on qursoq, ko'ngli yumshoq gapdan doktor dadamning ahvolini so'rag'ash, yezib berilgan dori ukol va isprapkini ish yanchuqimga silib olib shahar aylanatdim. Bormagan cho'ng kichik ko'cha, ko'l, buloq beshi, daryo bo'yi, sepil, bulung pushqa qolmag'aydi. Bu yerlarni men turmada yetib talay qitim xiyolimdan o'tkazgan. Tushlarimda to'pisiga bag'rimni bosgan, sulardan uchumlab ishga edim. Әмді reallıqda yurtimning bag'rida yashash baxtiga erishdim. Turmada yosh o'lib ketgan xilil. To'kanga o'xshash do'stlarga silishtirganda men yanala talaylik hisoblanatdim. Dadammu mush ishlar haqida gap echilsa, mushu kunlarga mushkur balam, sog' salomat turmadan chiqib oldilar. Hamma odamning rizqini Xudoyim beradi. Odamning oyog'idan shamol o'tishib tursila, qolgan ishlar o'ng'ishlab ketadi, deydi. Bir oylik dam ilishdan keyin aholilar komiteti qarmog'idagi 60 necha nafar aksi inqilobchi, yerlik millatchi, buzuq unsur, naq eski inqilobchi unsurning sepiga qo'shildim. Har kuni tong yorar yo'rimasda hammamiz aholilar komitet qorosiga yig'ilib, qo'l harvisiga, supurga, ketman gurjaklarni besib, aholi komitetiga qarashliq yo'l,
ko'cha, ish o'rinlariga tarqalatdik. Yo'l yasaydigan, ko'chat tikadigan, ko'l ko'laydigan, dal-darax gulliklarni parvish qiladigan ishlardan boshqa doimli qiladiganimiz tozalik edi. Men to'laroq yovoq ko'rigi atrofidagi yo'llarni, ko'rikni, Beliqko'l atrofidagi yo'g'on qumus supurgi bilan supurib chiqatdim. Egiz past yerlarni tuzlab, axlat chavar g'azonlarni yig'ib ko'ydirib, kun o'ltirishga boshlaganda aholilar komitet tarafga qarab mang'atdim. Bizga mas'ul nazoratchilar ish o'rinlarimizni aralab, vazifa o'rindash ahvolimizni va emgak pozitsiyamizni tekshirib turadi. Ularning ichida bizni odam qatorida ko'rmay, o'rinsiz vaqirab, jag'irab, qo'pollik qiladigan, bizni bo'za qilish hisobiga o'sish tamasda yurganlarmu, sinipiy kurash ingi haddidan ziyoda yuqori, bo'kini akal desa beshini akildigan qora qursoq nodonlarmu bor edi. Tunush bilish, yaqin yo'riqlar ishidimi, ba'zilar menga hesdashlik qilsa, ba'zilari o'zini qochiradi. Hatto yo'l supuradigan cheg'imda meni yiroqdan ko'rsimu, kayniga yinib ketadi. U davrda ularni ortiqcha ayblab ketgili bo'lmaydi. Chunki ularning men bilan paranglashayotganini ko'rsa, oltin tepib olgandek xo'sh bo'lib, chaqadigan yerlarga yuguraydiganlarmi ko'p edi. Qanday bo'libsin, ana yurting qo'ynida, o'z uyingda, ota-onaning oldida yashash baxtini hech narsaga teng qilg'ili bo'lmaydi. Buni faqat judolik azobini beshidan kechirganlarla tushunadi. O'tganki yillarda qafasni cho'rdab nola qilgan ona qush kabi kech-kunduz g'imimni yegan ota-onam hozirmi kech-kunduz atrofimda parvona edi. Yeshi bir yerga berib qolgan mendek o'g'il ularning nazarida yanala balo edim. Anam rahmatlik meni issiqsiz qolmasin deb, unimig'inimga qaramay tushda menga tomoq opirib beradi. Har qitim hori ko'tarilib turgan tomoqni qo'limga olganimda ko'zimga yosh keladi. Dadam mening kishilarning kamsitishi va yomon muomalasidan azor yeb qilishimdan ansirab, "Eng yomon kunlar o'tib ketdi. Bu kunlarim o'tib ketidi. Zamon shundoq. Bu zamonning kishilaridan og'ring'il bo'lmaydi", deydi. Menmu bundaq ishlarni parvoyimga olmas bo'lib qolgan edim. Bu so'qoq muomalalar, zo'rliqlardan texmo kuchlik bo'lgan bir illiqlik meni har vaqt hayajonlantirib, menga harorat, ilhom baxsh etib turadi. Bizni boshqurdiganlar ichida bizga hesdashlik qiladigan, fursat tepib yordam qilib turadigan kishilar bo'libla qolmay, ba'zi notanish kishilarmi bizga xayrixohlik qilib ilhom, tasalli beradi. Ba'zida ko'cha supurayotgan vaqtlarimda notanish bir kishilar oldimga kelib men bilan ko'rishib, hol-ahvol so'rab ketadi. Yaxshi tilaklarini bildirishadi. Bir qitim iyunning 5-da toza tarlab ham ussab ishlavatsam, ko'rik tarafdan bir yigit tushdi. "Ma ujmini av do'g'apchi ustam avatdi. Muzning orasida saqlabdikan, vaqtida yevasizlar", deb bir tovoq oq ujmini qo'limga tutqizib qo'ydi. Dona may bo'lib pishgan oq ujmi ekan. Umrimda bundaq tatliq ujmini yana qachon yeganimni bilmayman. Shu atrofda yana bir kichik do'kon bor edi. Do'kon egisi bug'doy o'nglik, gavdalik kelgan nihoyatda xush ovoz odam edi. Bir qitim shu atrofda hordiq ilib o'tirsam, menga o'zi tunishlik berib, "Sizlar meni tonimaylar, ammo men sizlarni toniyman. Men sizlardek Shinjongni zilzilaga solgan shoir bo'lmasammi, she'rga havas qilaman. Malol kelmasa sizlardan ta'lim olsam deyman", dedi. Shundan keyin hordiq olgan yoki ishim balduroq tugagan chog'larda uning do'konida choy-poy ichgach, she'r to'g'risa paranglashib yoki shaxmat o'ynab o'tiradigan bo'ldik. Shu chog'da bildimki, u bir oddiy havaskor emas ekan. Qadimgi she'rlarni pishiq o'rgangan, yangicha she'rlarni o'qib turadigan, hatto Shinjong gazetining adabiyot betiga she'rlari chiqqan odam ekan. U shaxmat o'ynashga usta ekan. Bu odam bilan keyinmi tashlashmay qadinaslardan bo'lib qolgan edik. Afsuski, u qon besimi kesili tufayli 50 necha yoshida olamdan o'tdi. Men xuddi bir tuqqan qarindoshimdan ayrilgandek qayg'urdim, g'azo tutdim. Uning 3 o'g'li bor edi. Bir o'g'lining ismi Kerem bo'lib, o'zining deyishicha 1960-yillarda kishilardan mening o'lib ketganligimni anglagandan keyin meni xotirlash uchun o'g'liga Keremjon deb ism qo'ygan ekan. Keremjon va uning aka-ukasi hozirgacha meni izlab turdi. Menmu ularni tashlab etmadim. Urug' tuqqandoshlikdimi yaqin bir xil munosabat bizni hozirgacha bir-birimizga bog'lab kelmoqda.
Мен süpürdiğan koçalarning birisida o'tirishliq yana bir odammu har qatim oldimdan o'tsa cho'nqur hurmat bilan egilib salom qiladi. Atrofiga qarab etib, odam yo'q chog'larda men bilan bir necha eg'iz paranglashadi. Chinibog' mehmonxonasida ishlaydigan bu odam hafta oxirlarida menga oliy yotoqlarni ichib berib, yuyinib orom ilib olsala deydi. Musha aptim bilan bu oliy yotoqlarni mehnat qilib yetarmanmikin deb ishkilinib tursam. Her qancha aziz mehmonmu sildan ortiq emas. Asli bu yotoqda yetishga eng munosib odam asli sili. Xotirjam yuyinib, tozalanib, put qo'llarini so'zib bir uxlab olsala deydi. Ammo nimishqidir dushqa har qancha uzoq chilinib yuyinsammu, badanlarimdagi to'pa changlar pokizlanmagandek, lum-lum karvatda dog' yerda silingan kigiz ustida uxlagandek, rohat uxlay olmaydigandek bilinadi. Men u yerlarda 7 yil ko'cha supurdim. Kishilar bora-bora ahvolimdan xabar tepib, menga yaxshi muomala qiladigan bo'lib ketishdi. Ko'chadan o'tib ketayotgan oq soqol bovaylar, holidan ketgan qeri xotinlar oldimda to'xtab men uchun duo qilishadi. Kim yaxshi, kim yomon, Alloh hammani ko'rib bilib turdi. Turmada tortgan jafolar bilan ko'cha supurganning ajrini berdi. Sizlar yerda qolmaylar bolam, deyishadi. Shu yilları ata-anam meni tezroq o'ylash g'imi bilan oldirab yuradi. Kishilar ata-anamni mening o'qigan ma'lumotli odamligimni deb menga qiziqsimu, mening turmada yotganligimni, ko'cha supurdiganligimni, pulim ham keyinlikimning tayini yo'qligini o'ylashib, qizlarni menga berishni ancha xolab ketmaydi. Jahon bundaq ketavermaydi deb qaraydigan, hammani kuyovul qilishni orzulaydiganlarmu chiqqan edi. Ammo ularning qizlari meni yesh cho'nkan deb yoritishmidi. Bu yurtlarda qizlar 20 yoshdan eshib ketsa, o'ltirib qolgan deb qolganlikdan qizlar kichiklar to'y qilib ketishadi. Ham tularoq o'z tang-tushlari bilan to'y qilishadi. Shunga cho'ngroq qizlarni topmoq tas edi. Dadam meni maysunib qolmasin deb. Hamma ishni vaqt soati bor. Vaqt soati kelganda birdamlikli ish. Bek oldirab ketishning o'rni yo'q. Balam, sizlar texi bakjon bo'lib ketmadilar, deydi. Shu orliqda meni aholilar komitetining radio punktini vaqtliq boshqarib turishga qo'ydi. Bir kuni radio punktida ishlab o'tirsam, chiroyli bir qiz bola tortinibgina eshikdan kirib keldi va mendan yordam so'radi. Asli u bir mozdozini to'play setib olgan ishkan. Bozor boshqurishdikilar mozdozning mollarini musodara qilg'ili kirib, bu qiz setib olgan oyoqni qo'shib elib ketibdi. Qiz oyoqning pulini qaytarib ololmay, qanday qilishni bilmay qopti. Bozor boshqurishda bir og'aynam bor edi. Shunga yuraklik holda: "Sal to'xtab tursizlar. Ma ish tuganda men sizlar bilan berib oyoqlarni ilib beray" deb ishxonaga boshladim. Qiz udulumdagi o'rindiqqa kelib o'tirib, meni bekmu hayajonlantiribdi. Men yili qog'ozga aldirab bir xatlarni yozsam, yili mashinalarni taraqtirib boshqarib, naqshi muzika plastinkalarni almashtirdim. Qizning turqidan qiziqayotganini sezib, yoshlar yoqtirgan yiqimliq naqshi muzikalarni qasdan ko'proq qo'ydim. Oxirida bilikimdagi soatga bir qarab o'tib, "Mang'amdoq" desam, qiz likda o'rnidan turdi. Birdan billa mengish jarayonida men uning gap so'zi joyida, yiqimli qiz ekanligini his qildim. Qizning ko'nglidami menga nisbatan yaxshi bir tuyg'uning borligini sezgandek bo'ldim. Ta'limga og'inam texi ishdan tushib ketmagan ishkan. Uningga ahvolni aytsam, ko'zimning ichiga bir qarab etib, gap qilmay oyoqni achiqib berdi. Texi ikkimizni. Boshqa ish kuchlar bo'lsa yana kelib turishala. Har qaysarining xizmati uchun qo'lim ko'ksimda, deb chiroyli uzatdi. Shunda qilib bu kitobni o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.